Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan tushkunlik, depressiya, uyqusizlik hamda tez charchoq paydo bo'lishining asosiy sababi va uni qanday qilib dorisiz usulda va qo'shimcha ba'zi dorilar bilan qanday davolash mumkin, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ba'zi bir bemorlar ma'lum bir sabablarga ko'ra, masalan, stress hisobiga, biror bir travmalar ta'sirida yoki bo'lmasa ma'lum bir kasalliklar natijasida depressiyaga, ya'ni tushkunlikka tushib qolishadi. Natijada bunday bemorlarda borgan sari tushkunlik darajasi kuchayib boradi. Ya'ni hayotning manfiy taraflariga, yomon taraflarini o'ylay boshlashadi yoki bo'lmasam atrofdagi odamlarga qo'shilishga qo'rqishadi yoki yopiq binolarda yolg'iz qolishdan qo'rqishadi. Bunday bemorlar odatda borib uyqusizlikka uchrashadi. Natijada bular uxlolmaydi hamda tez charchoq hissi paydo bo'ladi bularda. Ya'ni oddiy o'tirgan joylardan charchab qolishadi. Xo'sh, bu depressiya, tushkunliklar hamda uyqusizlikning asosiy sababi nimada? Yuqorida aytgan kindik belgilarning asosiy sababi bu qorin va ko'krak o'rtasidagi diafragmamiz bo'ladi. O'sha diafragmaning spazmi hisoblanadi. Ya'ni diafragma spazmi natijasida, diafragma spazmi uzoq davom etadigan bo'lsa, bemorda tushkunlik hissi, uyqusizlik, tez charchoq hislari paydo bo'ladi. Xo'sh, buni qanday aloqasi bor? Bu haqida gaplashib o'tamiz. Undan oldin diafragmaning funksiyasi haqida gapirib o'tamiz. Diafragma normada faqat nafas aktida, ya'ni nafas olganda pastga qarab tushib, ko'krak qafasini kengaytiradi. Nafas chiqarganda esa yuqoriga qarab ko'tarilib, o'pka ichidagi yig'ilgan karbondioksid gazlarni tepaga, tashqariga chiqarish vazifasini bajaradi. Demak, diafragma qachon nafas olgan paytimizda pastga qarab tushganda ko'krak qafasi kengayadi, tashqaridan tashqaridan havo o'pkaga qarab kirib boradi hamda o'pkadan qon tomiriga so'rib butun tanaga toza kislorod tarqaladi. Kislorod nima vazifani bajaradi? Kislorod, tanaga kirgan kislorod biz yegan ovqat tarkibidagi oqsil, yog' uglevodlarni parchalab, ATF, ya'ni energiya hosil qiladi. Ya'ni hujayralar, organlarimiz ovqatlanadigan energiya hosil qilib beradi. Va barcha organlarimiz ana shu energiya bilan ovqatlanadi. O'sha buyak deymizmi, yurak deymizmi, miya deymizmi, jigar deymizmi, barcha a'zolarimiz ana shu ATF bilan oziqlanadi. Endi nafas chiqargan paytimizda diafragma normada yuqoriga qarab ko'tariladi va butun organlarda hosil bo'lgan qoldiq modda, ya'ni karbondioksid gazi o'pkalar orqali tashqariga qarab chiqib ketishi kerak, chiqarish vazifasini bajaradi. Endi stress hisobiga yoki bo'lmasa ba'zi bir sabablarga ko'ra diafragma spazmga uchraydi. Xo'sh, diafragma spazmining asosiy sabablari nimada? Birinchi sababi diafragma mushak bo'lganligi uchun mushak tarkibidagi gemoglobin, ya'ni qondagi gemoglobin kamayadigan bo'lsa, diafragma spazmiga uchrashga juda moyil bo'ladi. Ikkinchi sabab diafragma atrofidagi organlardagi yaralanish, masalan, oshqozon yarasi, jigardagi gepatitlar yoki bo'lmasam o'pkadagi yaralanish, ya'ni pnevmoniyalar ta'siri ostida, demak, diafragma spazmga uchraydi. Ya'ni diafragma harakatlanishi uchun to'siq paydo bo'ladi. Ya'ni oshqozon yara, gepatitlarda ushbu organ atrofida limfa tugullari kattalashadi va diafragma harakatiga to'sqinlik qiladi. Natijada diafragma harakati pasayadi. Endi keyingi yana bir sababi, uzoq vaqt stress natijasida bizda boshdan chiqadigan adashgan nervimiz bor. Adashgan nerv yuqoriga ko'tarilishi hisobiga diafragma spazmga uchraydi va nafas aktida qatnashmaydi. Demak, yuqoridagi sabablar ta'siri ostida diafragma spazmga uchrar ekan. Diafragma spazmida xo'sh nima ro'y beradi? Qachonki diafragma spazmga uchraydigan bo'lsa, nafas aktida qatnashmaydi. Bu degani bemor nafas olganda ko'krak qafasi yetarlicha kengaymaydi va tashqaridan kam miqdorda kislorod, havo kirib keladi. Kam miqdorda kirgan havo, demak, organlarga tarqalishi kerak, qon tomiriga so'rib organga tarqaladi. Bu degani organlarga ham kam kislorod yetib boradi. Kam kislorod ta'sirida organlarda kam energiya hosil bo'ladi. Shu hisobiga diafragma spazmga uchragan odamlar tez charchaydigan bo'lib qoladi. Hatto borib o'tirgan joyidan charchoq hissi yuzaga keladi. Demak, diafragma spazmi hisobiga o'pkaga yetarlicha havo kirmaganligi hisobiga bunday bemorlar doimiy havo yetishmovchilik hissi bo'ladi. Qanday, masalan, yopiq binolarda o'tirishga qo'rqishadi bunday bemorlar. Chunki havo yetmaydi bunaqa bemorlarga va ayniqsa tungi paytda uxlaganda xuddi nafas qisib kelganday bu his paydo bo'ladi. Tomog'iga doimiy biror narsa tiqilib turganga o'xshab ko'rinaveradi. Endi yetarlicha kislorod shu jumladan miyaga ham yetib bormaydi. Ya'ni miya yetarlicha ovqat ololmaydi. Natijada bu uzoq davom etadigan bo'lsa, miyaning o'sha ovqatsizlanishi hisobiga miya hujayralari sekin-asta o'lishi ro'y beradi.
Endi diafragma spazmida diafragma nafas chiqarishda ham qatnashmaydi. Bu degani butun organlarda hosil bo'lgan karbonat angidrid gazi ham yetarlicha chiqmaydi tashqariga. Bu degani barcha organlarda karbonat angidrid gazi ham yig'ilishni boshlaydi. Shu jumladan miyadan karbonat angidrid yig'iladi. Karbonat angidrid ko'p miqdor yig'ilishi hisobiga miya hujayralariga toksik, zaharli ta'sir qiladi. Hamda shu jumladan miyadagi kayfiyatni ko'taradigan, uyqu chaqiruvchi gormon, mediator fermentlarni ham parchalay boshlaydi. Shu jumladan kayfiyat ko'taruvchi dopamin, serotonin degan moddalar ham karbonat angidrid gazi ta'siri ostida parchalanishni boshlaydi. Shu sababli ham diafragma spazmi bo'lgan bemorlarda o'z-o'zidan tushkunlikka tushish, kayfiyatning o'z-o'zidan pasayib ketishi, demak toksik ta'sir qilishi hisobiga miya hujayralariga hayotning faqat yomon tomonlarini o'ylash, borib uyqusizlik, ya'ni uxla olmaslik holati va charchoq hislari paydo bo'ladi. Endi diafragma spazmi hisobiga kichik ko'krak mushagimiz tonusga kiradi. Bu degani bunday bemorlar odatda bukchayib qoladi. Natijada bosh va bo'yin o'rtasidagi mayda mushakchalarimiz tonusga kirib, miyaga qon borish ham qiyinlashadi. Demak, miya 3 tomonlama diafragma spazmi hisobiga zaharlanadi. Birinchidan kam kislorod borishi, ikkinchidan karbonat angidrid gazining ko'payishi, uchinchidan bo'yin boshga boruvchi qon tomirining qisilishi hisobiga miya 3 tomonlama zaharlanadi. Natijada bunday bemorlarda tushkunlik, depressiya, charchoq hissi, uyqusizlik, shunga o'xshagan klinik belgilar kelib chiqadi. Xo'sh, buni qanday qilib davolashimiz kerak? Demak, buni davolashimiz uchun biz eng avvalo diafragma spazmiga sabab bo'luvchi omillarni ketkazishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bemorda agar oshqozon yarasi bo'ladigan bo'lsa, oshqozon yarasini davolashimiz kerak. Jigarda gepatitlar bo'ladigan bo'lsa, jigarni davolashimiz kerak. Yoki o'pkada pnevmoniya bo'ladigan bo'lsa, pnevmoniyani davolashimiz kerak. Agar bemorda kamqonlik bezovta qilayotgan bo'lsa, qon ko'paytiruvchi temir preparatlarni tavsiya qilaman. Endi agar bemorni tekshirdik, birorta sabab topilmadi. Lekin bunda asosiy sabab stress hisobiga adashgan nervning tortilishi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Demak, bunday bemorlarni davolash uchun eng avvalo o'tgan mavzuda aytganimizdek adashgan nervni stimulashimiz kerak bo'ladi. Bosh orqa qismida, quloq orqasida adashgan chiqadigan nuqta bor. Ikki tomonlama ushlaysiz va yaxshilab massaj qilasiz. Bu juda og'riqli bo'ladi va 30 sekund bir muddatda stimulaydigan bo'lsangiz, og'riq sekin kamayadi va adashgan nervimiz bo'shashadi. Adashgan nerv ta'siri ostida diafragma oyoqchalari ham oz miqdorda bo'lsa-da bo'shashib boradi. Ikkinchi qadam diafragma oyoqchalarini biz endi bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun, demak, old oyoqchalarni bo'shashtirish uchun qovurg'alar ostida to'shka nuqtasida ikkita qo'limizni xuddi shunday ko'rinishga kirgizamiz. Hamda bemordan chuqur nafas olib chiqarish so'raladi. Depressiyadagi odamlarda bu nuqta juda og'riqli bo'ladi, chunki diafragma spazm, qattiq spazm uchragan bo'ladi. Buni sekin-astalik bilan depressiya uchragan bemorda qilish tavsiya qilaman. Masalan, birinchi kun juda kam miqdorda, keyingi kunlar sekin vaqtni muddatini ko'paytirib borish tavsiya qilaman. Bunda sekin-astalik bilan og'riq kamayib boradi. Demak, qo'rg'a orasiga qo'lni kirgizasiz. Bemor qorindan chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqaradi. Qo'limizni esa qo'rg'a orasiga kirgizib boramiz. 30 sekund bir muddatda bajarasiz. Bunda diafragma old oyoqchalari bo'shashadi. Endi diafragmamizning orqa oyoqchalari ham bor. Ushbu oyoqchalarni orqa oyoqchadagi spazm bartaraf etish uchun biz remendan foydalanamiz. Remen yordamida ko'krak bezlarini ostidan yaxshilab qisib bo'ylaymiz. Remenni oxirigacha qisib bo'ylaysiz. Va bemor ko'krakdan chuqur nafas olib, tez nafas chiqaradi. Bunda bosh aylanish paydo bo'lguncha ushbu mashqni bajaradi. Bunda qachon bemorda bosh aylanish kelib chiqsa, demak diafragma orqa oyoqchalari bo'shashgan bo'ladi. Demak, diafragmani bo'shashtirgandan so'ng esa bemorda yuqorida aytgandek boshda qon aylanishi qaytadan tiklanadi va sekin-astalik bilan depressiya holati yo'qolib boradi. Endi qo'shimcha ravishda biz organizmimizni shu muddat ichida kislorod bilan ta'minlashimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, birinchidan bunday bemorlarga perikisvodorod dorixonalarda bor perikisvodorod. Masalan, 10 tomchidan 2 mahal ichib turadigan bo'lsa, bu ham tanaga kislorod berib turadi organlarga, to diafragma spazmi bartaraf bo'lguncha. Ikkinchidan, mis preparatini ichishni tavsiya qilaman. Nima uchun? Chunki mis preparati Kuprum degan nom bilan aptekalar dorixonalarda sotiladi. Mis preparati organizmdagi, demak, karbonat angidrid gazini ham kislorodga aylantirib berish vazifasini bajaradi. Ya'ni katalizator vazifasini, kofaktor vazifasini bajaradi. Va uchinchidan, biz adashgan nervni ovqatlantiradigan preparatlar bor. Masalan, kaliy magniy preparatlari bor.
aspartam, panangin degan xuddi shu preparatlarni ichib turish tavsiya qilaman. Chunki aspartam, panangin adashgan nervni ovqatlantirish hisobiga adashgan nervning bo'shashi va diafragma spazmi ketish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.